Hozir biz pechene yegana boramiz. C vitamini ajoyib. Qanaqa qo'shiq bu? Pechene ko'shki. Kek uchun. Buni pechene bilan aloqasi yo'q. C vitamini pechene uchun. Kelinglar birga qo'shiq aytaylik. Biz bilan kuylang. Pechene uchun. Pechene uchun. Kek uchun. Pechene uchun. Kelinglar birgalikda qo'shiq aytaylik. Yaxshi. Bu pechene judayam yaxshi ekan. Bu loyka suv achchiq. Keyin bundan ozgina totib ko'ring. Bu kakao. Ko'raychi. U xotirasini yo'qotdi. Lekin siz bilasiz, u Jinxo'ja. Nima deb o'ylaysiz? Pechenelarni yaxshi ko'radigan, o'lik yilqani o'ldirmaydigan iblislar lordi. Tezkor kelgan iblislar hukmdorimi? Men uni hammadan eshitganman, shuning uchun uning qanday ekanligini ko'rish uchun kelgandim. Men hozircha tomosha qilaman va kutaman. Sen yaxshi qilding, Rem. Yo'q. Men ham sizni juda ko'p xavotirga soldirganman. Bu juda ham yaxshi edi. Biz yana kelamiz. Selis tushunganidan xursandman. Qilimcham unchalik xavfli emas. Ha, Selis himoya qiluvchi hisoblanadi. U hech qachon bu shaharni tark etolmaydi. Demak, u hech kimning erkinligini yo'qotishni xohlamaydi va o'zinikiga o'xshagan voqealarni ham o'tkazishini. Eshityapsizmi, Rem? Ular hozirgina shu yerda edi. Alitsiyasan, qayerga ketyapmiz? Biz Diablo va Sheradan orqada qoldik. Rostini aytsam, men Klen samani va Shera samani keyinroq olib kelishni reja qilgandim. Lekin hammasi joyida. Baribir nima kerak bo'lishiga ishonchim komil emas. Kalit? Ular kelishmabdi. Ularni qidirib ko'raman. Agar ular qaytib kelishsa, menga xabar bergin, xo'pmi? Xo'p. Meni yuragimdagi bu hayajon nima? Nega xotiralaringiz qaytmayapti, Klemsama? Sen o'zingcha nimalar deyapsan? Men sizning sehringizni qaytarish yo'lini baribir topaman. Nima bo'lsa ham, iblislar hukmdori tirilishi. Buni Falyer qildimi? Xo'sh, biz iblis lordini tiriltirish va uning xotirasini tiklash uchun nima qilishimiz mumkin? Turing.
Alitsiyasan, siz iblis lordi tirilishini xohlaysizmi? O'lik yirganni o'ldirishni hammi? Men axir sizga buni aytmadimmi? Sizni ichingizga nima kirdi? Hech narsa. Men har doimgidayman. Shunchaki biz do'stmiz deb o'ylashning hojati ham yo'q endi. Siz nima deyapsiz? Men tirildim. Men hozir to'liq tiklanganman. Boshqa hech nima. Lekin o'lik yirganni o'ldirmaysiz, to'g'rimi? Tali, seni o'ldirishimni xohlayapsanmi? Ha, agar bu sizni uyg'otsa, iltimos meni o'ldiring. Agarda shunday bo'lsa, bu zo'r bo'lardi. Siz bu dunyoni tozalaysiz, chirigan dunyoni. Bok. Ha, sen o'sha ayolmisan? Sen unga qilich bergan ayolmisan? O'sha ayolmi? O'sha men edim. Men unga qilichni beruvdim. Qilichdagi iblis uning tanasiga o'tdi. U ham ayanchli odam edi. Haqiqatdan ham xunuk mavjudot. Hasad va nafratga to'la. Shu yerda ekansizlarda. Men seni anchadan beri qidiryapman, Kristina Dono. Sen? Uzr so'rayman. Men birozgina ushlanib qoldim. Bu iblis lordiga sig'inadiganlardan. Albatta iblislarga sig'inasan. Yo'q, men emas. Meni tekshiruvim ma'lum bo'ldi. Hammangiz iblislar hukmdoriga sig'inasizlar. Shunday qilib, men bu yosh bolani sizlardan himoya qildim. Sen juda ham ko'p ertak to'qiyapsan. Demak, men o'ylaganday, sizlar hammangiz iblis lordiga sig'inasizlar. Bilyapman, sen tosh emassan. Men hayratda qoldim. Meni hech qachon bunday sharmanda qilishmagan. Shunaqa bema'nilik qiladi deb o'ylamagandim. Xudo tomonidan berilgan kuchga ega odam. U jazolanishi kerak. Tek Aslavo! Aslavo, ular bizga xalaq berishyapti. Yo'q qil. Meni himoya qilinglar. Nimaga sizlar o'lishingiz bo'lgan yo'lga chiqib qoldinglar? Biz faqat xudolar to'g'ridagi yo'ldan boramiz. O'lishmi? Bu bizlarni Xudo jannatga chaqirganini bildiradi. Shunday ekan, himoya qilish, Xudoni ham himoya qilish degani. Qo'rqib buyruqimga bo'ysunishmasa, hech qachon Spiderga aylana olmaydi. Endi Xudoning qudrati yonida tez cho'k. Iblisga sig'inadigan ey kofir. Ey, to'xtanglar. Bunga faqat iblislar kerak. Janorsan, menda yomon tuyg'u bor edi. Men buni boshidanoq bilardim. La'nati. Oy. Yaxshimisan? Sen o'zing yaxshimisan? Qayerdamiz? Sen juda ham achinarlisan. Shunday odamga yutqazib qo'yding. Ma, uni yeb ol. Rahmat. Seni menda deb ushlab olishganga o'xshaydi. Alitsiya bu haqida aytdi. Sen men tufayli ko'p qiyinchiliklarni boshingdan kechiribsan. Seni onang ham, uning onasi ham meni ko'tarib yuribsizlar. Lekin sen meni qutqarding. Etelgard bilan ham shunday qilding. Menga ko'rsatgan sadoqating tahsinga loyiq. Bu sodiqlik emas edi. Men ham buni tushunmayapman. Nega? Men iblis lordi Kreskurumdan nafratlanaman deb o'ylardim. Men ko'p narsalarimdan voz kechdim va hayotimni qo'rquv va yolg'izlikda o'tkazdim. Xo'sh, nimaga? Dushmanim ko'zimning oldida turganida men seni ketishingni xohlamayapman. Men tufayli
Sen ozodlikda yurolmagansan. Sen mendan nafratlanishing tabiiy. Erkinlikka ega bo'lmaslik og'riqli. Sen har doim muhrlanib yolg'iz qolgan eding. Mening butun oilam azob chekdi, shunday emasmi axir? Men yarim uyquda bo'lganga o'xshayman. Siz iblislar hukmdori bo'lib tug'ilganingiz uchunmi? To'g'ri, men iblislar hukmdori bo'lib tug'ilganman. Balkim siz mendan unchalik ham farq qilmassiz. Rem, aynan shuning uchun men sizni himoya qilmoqchiman. Men sizni Alisiyadan himoya qilaman. Siz aytyapsizki, men unga uylanganimni aytdim, lekin men o'zimni himoya qila olaman. Keling, biz ham boshqalarning yoniga qaytaylik. Agar kuchimni ishlata olsam, bu temirni bosib tashlashim mumkin. Va o'sha zirhli ahmoqni bir zarbada kulga aylantiraman. Yo'q, siz buni qila olmaysiz. Avvalgidek qolib, pecheni yeng, iltimos. Hamma bilan kulib, Shera bilan qo'shiq ayting. Iltimos. Men o'likirlarning bittasi ham o'lishini xohlamayman. Iltimos, buni hech qachon unutmang. Men seni tushuna olmayapman. Lekin bu va'da. Xo'sh, biz yetib keldik. Bu yerda sizlarni qutqaramiz. Men iblisga sig'inadiganlardan emasman. Men qiynasang ham senga hech nimani ayta olmayman. Judayam yaxshi. Men hamma mish-mishlarda aytilganlarni shu yerga olib kelaman. Ular bu narsani ko'rishi bilan ular meni aldashni boshlashadi, men bilmayman deb. Sen haqiqatdan ham iblislarga sig'inadiganlardansan. Sen bizni aldashga harakat qilyapsan. Meni rostdan ham qiynoqqa solmoqchimisan? Bu sening najoting. Sening iflos ruhingni tozalayman va osmonga qo'yib yuboraman. Sen o'zingni xudo deb o'ylayapsanmi? Sen haqsan. Haqiqat shuki, men xudoga o'xshayman. Men muborak oilada tug'ilganman. Menga muborak tana berilgan va aql berilgan. Men jannatning barcha ne'matlarini oldim. Men bu dunyoni qutqarish uchun osmondan tushgan xudoman. Men unda senga hech nimani aytmasam ham bo'ladi. Mana bu iskirt quloqlaring. Seni quloqlaring iflos. Yana bu dumlaring ham. Menga mush bergan qo'llaring kabi. Sen do'zaxga borasan. Seni og'zing ham yomon. Ishlaringni ham so'g'ir bosam bo'ladimi? Alisiya, odam bilan hamkorlik qilishingizga nima sabab bo'ldi? Bizga xiyonat qilganingiz nimasi? Meni o'z maqsadlarim bor. O'zi siz nimaga yordam so'rab qichqirmayapsiz? Mening yordamim kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Va'dangizni bajaring, iltimos. Xo'p, siz iblislar o'rtini tirib o'lik yirtlarni o'ldirmoqchimisiz? Shuning uchun bularning barchasini qilyapsizmi? Iblisga sig'inuvchi, qanday kulgili gap aytyapsan? Seni menga aytgan gaplaring yolg'onmidi? Ha, Sherani qutqarish uchun borgandagi hammasi yolg'onmidi? Sotesama, qolganini sizga topshiraman, xo'pmi? Ha, qolganini menga qoldir. Alisiya! Endi biz boshlaymiz. Jin ursin. Jiddiymi? Ular qayerga ketishdi? Har qanday maslahat? Ha, sen meni sinab ko'ryapsanmi? Bu jirkanch. Bu kulgilimi senga? Ha, albatta. Meni 100 ta askar qurshab oldi va men ularni yo'q qila boshladim. Diablo! Biron narsa bo'ldimi, do'stim? Ikkingiz.
Hoy, kutib turinglar, men qanday qilib uni so'rayman, tushunmayapman. Men ularga iblislar o'rta tirilganini qanday qilib aytaman? Buni aytish oson emas. Qanday aytsam ekan? Agarda men ularning o'rnida bo'lganimda bunday odamga qo'limni uzatmagan bo'lardim. Rem va Clemni qidirayotgan edim. Ularni ko'rmadingizmi? La'nati, men bular bilan o'zi qanaqasiga gaplashaman ikkisi bilan, a? Do'stim, sen o'zingga o'xshamayapsan. Geziya boshliqi katta muammo bo'ldi. Do'stim, Remsani olib ketayotgan aravani ko'rganini aytdi. Nima? Remnimi? Faqatgina Rem edimi? Ha, u bilan boshqa birov bormidi? U yana bitta qiz borligini aytdi. Ashcha ular cherkovga ketgan ekan. Rahmat. Nima? U rahmat dedimi? Bizning Diablomi. Biz bu yerda qola olmaymiz. Men ham Remni qutqarish uchun boraman. Men buni o'z vaqtida qilishim kerak. Nima? Iblislarning barchasi yiqildi deyapsizlarmi? Darhol Boldir xonimga xabar yuboring. Unga ayting, to'siqni himoya qilishsin. Janob. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Biz ularni falterga kirita olmaymiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, men to'siqni himoya qilishim kerak. Sen xohlagancha baqirishing mumkin. Ammo seni hech kim eshitmaydi. Senda umuman vijdon yo'qmi? Men unda boshladim. Sen iblisga sig'inasan. Meni yuragim og'riyapti. Qimirlama. Rem! Sen menga va'da bergansan. Yo'q. Lekin men senga qimirlama dedim. Tushunmadingmi gapimga? Rem! Seni xafa qilishiga nimaga yo'l qo'yapsan? Men ularni o'ldiraman. Qilmang. Men ularni o'ldiraman. Agarda aralashsang, men rahm qilmayman, hatto bola bo'lsang ham. Bu oxir. Hammangizni kulga aylantiraman. La'nati jin ursin. O'zini odam bolasidek ko'rsatish qanday jirkanch. Remni xafa qilganing uchun joning bilan to'laysan. Jin ursin, ahmoq. Rem. Hoy, Rem, iltimos turing. Qoching. Sen ham, men seni o'zim bilan olib ketaman. Men bularni o'ldiraman. Siz va'da bergansiz. Men va'da berdim, lekin jin ursin, Pantera. Nega mening yo'limga chiqding? Nima? Demak, u shuni nazarda tutgan ekanda. Menga uning nafrati kerak. Demak, men tufayli kechirasiz, Clem. Nihoyat taralish vaqti keldi. Endi xunuk irqlar yo'qolib ketadi. Yo'q, mumkin emas. Demonlar tirildimi?
Agarda sen iblislar hukmdori bo'lsang ham, seni yo'q qilaman va orqamda hech qanaqa iz qoldirmayman. Chunki men o'zim Xudoman. Endi azob cheking va Xudoning yonida tiz cho'k. Meni ko'zlarim sadesama. Bo'lishi mumkin emas. Nega? Men Xudo emasmanmi? Menga chiqdimmi? Clem! Diablo! Chero, sen bu yerda nima qilyapsan? Men hammani qidirish uchun kuchdan foydalandim va men Remni ko'rdim. Rem. Nima? Remga nima bo'ldi? Alisiyaga nima bo'ldi? Bilmadim. Men ko'ryapman. Ularni ol. Men Clemni ushlab turaman. Sen borda Remni qutqar. Mayli. Iltimos, yuting va Clemchani qutqaring. Meningcha kim bilan gaplashyapsan, Shera? Men boshqa dunyodan kelgan iblislar hukmdoriman. Buni menga qoldir. Men hammasini hal qilaman. Voy, bu seriyasi yomon qiyin bo'ldi, bolalar. Dinga qarashli ko'p masala bor ekan, unga e'tibor bermanglar, korotchi. Diablo kanali uchun ovoz berildi. You can't die, Ref! Not here! Please! This attack should wake you up, Clem! Let's go home, Clem.